بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التاء المربوطة yoki bizda toy marbuta ham deb o'rgatiladi. Tutashgan ta. Bunisi biz o'rgangan atta al maftuha, ya'ni ochiq ta. Biz o'rganadiganimiz mana shu atta al marbuta yoki toy marbuta. Bu harf ikki xil o'qilinishi mumkin. T yoki h. Ko'rinishdan ham bilinib turibdiki, umumiy h harfi, lekin ikki nuqtasi bor. T harfining ikki nuqtasi bor. Qachon h, qachon t o'qiymiz, mana shuni o'rganamiz. Bu harf doimo so'z oxirida keladi. Har doim. Hech qachon so'z boshida yoki bo'lmasam o'rtasida kelmaydi. Doim so'z oxirida keladi. Endi qachon h, qachon t o'qiymiz? Agar biz bu harfga kelib to'xtaydigan bo'lsak, sukunli holatda qilib h bilan to'xtaymiz. H o'qilinadi. To'xtalganda h bilan. Agar buni undan keyin kelyapti turgan so'zga qo'shilib ketadigan bo'lsa, qo'shib o'qisak, unda mana shunday harakati bilan t o'qiymiz. Tushunarli? To'xtaganda sukun bilan h to'xtaymiz. Ulab o'qisak, buni keyingi harfga ulab o'qisak, harakati bilan o'qib t o'qiymiz. Misol uchun azizatun yozilgan, biz buni azizatun deb o'qishimiz ham mumkin. Keyingi harfga, keyingi so'zga qo'shib o'qisak. Agar bunda kelib to'xtaydigan bo'lsak, azizah h bilan to'xtaymiz. Arab tilida muloqotda yoki kitob o'qilinib turgan paytda sizda ixtiyor bor. Xohlasangiz mana shunday harakati bilan to'xtaysiz, t o'qib, xohlasangiz h bilan to'xtaysiz. H bilan to'xtash yaxshiroq, chunki bu arablarda mana shu odat bor. Oxirida to'xtalganda bunda h bilan to'xtaydi. Lekin mushafda Qur'on o'qiyotib turgan paytingizda doimo bu harfda to'xtalganda h bilan to'xtaladi. Siz buni harakati bilan, misol uchun tun yoki tan, tin deb to'xtasangiz, ma'no jihatdan xato qilmaysiz, lekin tajvid jihatdan xato bo'ladi. Tushunarli? Umumiy arab tilini ishlatishda sizda ixtiyor bor, lekin mushafda ixtiyor yo'q. Doim bu harfga kelib to'xtalganda sukun bilan h bilan to'xtaladi. Endi so'zlarni o'qishni boshlaymiz. Ikki xil o'qib berib ketaman. Birinchisi harakati bilan, ikkinchisi qanday to'xtaladi. Misol uchun azizatun, azizah. Birinchisi harakati bilan, ikkinchisi qanday to'xtash. Faridatun, faridah. Hamidatun, hamidah. Sa'idatun, sa'idah. Shahidatun, shahidah. Jamilatun, jamilah. Halimatun, halimah. Salimatun, salimah. Sharifatun, sharifah. Na'imatun, na'imah. Bu qismda ochiq t va yopiq t ni farqlari berilgan. E'tibor beringlar. Mana bu t ochiq t hech qachon h o'qilinmaydi. To'xtalganda ham, ulab o'qilganda ham doimo tligicha qoladi. Lekin bunisi yopiq t, qachondir h, qachondir t o'qilinadi. Mana bu yerda marratun yoki marroh o'qilinadi. Bunisida esa marratun harakat bilan o'qisak, to'xtasak marrat. Tushunarli? Marratun, marratun yoki to'xtashda marroh, bunisi marrat. To'xtalganda arablarda oxiridagi harakat tashlab yuboriladi. Shu bir odatlari bor. Misol uchun harakati bilan o'qib o'tirmaydi. Azizatun deb gapirib o'tirmaydi, azizah deb ketaveradi. Xuddi shunday marrat deb aytib ketaveradi. Marratun deb o'tirmaydi. Aytishi ham mumkin, aytmasligi ham mumkin. Ko'p holatlarda tashlab ketadi. Keyingisi karratun, karratun yoki karroh, karrat. Hurratun, hurratun.
hurra, hurrat. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar qayergadir tushunmay qolgan bo'lsalaring, kommentda yozishlaring mumkin. Keyingi darslarda qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Umumiy bir jamlaydigan bo'lsak, bu yopiq t qachondir qachondir t o'qilindi. Agar shu harfga kelib to'xtaydigan bo'lsak, h ga o'zgartirildi, harakat tashlanib, qo'shib o'qilinadigan bo'lsa, mana bu ochiq t bilan bir xil o'qilinib ketildi. Va bu ochiq t hech qachon h o'qilinmaydi. Doim o'zini holatida qoladi. Ikkalasining farqi shu.